mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Bugungi kech mashg'ulotda demak MS Access dasturi yordamida kutubxona axborot faoliyatini avtomatlashtirish masalasida ma'lumotlarni bazaga kiritish uchun formalar tayyorlash ko'rib chiqamiz. Demak, topshiriqning berilishi. Birinchi topshirig'imizda fondga yangi kelgan kitoblarni kiritish uchun fondga kitob kiritish ekrani nomli forma tayyorlaymiz. Ikkinchi topshiriq kitobxonlarni kutubxonaga a'zo qilish uchun kitobxonlarni qayd etish ekrani nomli forma tayyorlaymiz. Uchinchi kutubxonalarga so'ralgan kitobni berish uchun kitob berish ekrani nomli forma tayyorlaymiz. Kitobxonlar qaytargan kitoblarni qayd etish uchun kitob qaytarish ekrani nomli forma tayyorlaymiz. Bu formalar demak o'sha jadvallarga ma'lumotlar kiritish imkonini beradi. Demak, forma tayyorlashdan oldin o'tgan darsimizda ba'zi bir xatolarga yo'l qo'ygan ekanmiz. Jadval strukturasida ba'zi bir xatolarga yo'l qo'ygan ekanmiz. Shu xatolarni hozir to'g'rilaymiz. Demak, o'tgan darsdagi jadvallarni ko'rib chiqamiz. Tak. Demak, oldingini ko'raylik. Kitob fondi jadvalida o'zgartirish qilmaymiz, qolaveradi. Faqat bu kitobxonlar jadvalida o'zgartirish qilishimiz kerak. Qanday o'zgartirish? Demak, birinchi bo'lib mana bu hop ismi sharifi bor-ku, ismi sharifini biz ism familiyasini alohida va ismini alohida, otasining ismini alohida qilib yozishimiz kerak. Nimaga deganda bobodan familiyasi bo'yicha qidirganimizda, ismi bo'yicha qidirganimizda, otasining ismi bo'yicha qidirishga to'g'ri kelib qolsa, shu ishlarni shu yerda amalga oshira olamiz. Ismi sharifini butun bitta maydonga hamma ismi sharifini, ham familiyasi, ham ismi, ham otasining yozish bizga biroz noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuni to'g'rilaymiz. Ya'ni demak bu maydonni uchta majlisga ajratamiz. Mana demak, hop, stavit sleva deyman, 3 ta qo'ydi. Birinchisiga familiyasini yozamiz. Familiya. Hop, keyingisiga hop, ismini yozamiz. Keyingisiga otasining ismini yozamiz. Otasining ismi. Hop, bo'ldi, yozgan. Demak, otasining ismini yozdik. Demak, hop, otasining ismini yozdik. Hop, sana o'zi qolaveradi. Pasport berilganlar to'g'ri o'zi qolaveradi. Tug'ilgan sanasi, yashash qolganlar o'zgaradi. Bu yerda o'zgarish qilmaymiz boshqa. Endi keyingi jadvallarimizni ko'radigan bo'lsak, kitob berish jadvalida bitta xatolikka yo'l qo'yganmiz. ID raqamni biz o'tgan safar kalt maydon qilib qo'ygan ekanmiz. Bu kalt maydon qila olmaymiz ekan. Sababi ID raqam kalt maydon qilsak, bir marta kitob beramiz, boshqa kitob bera olmay qolamiz ekan. Shuning uchun mana bu yerga bitta maydon qo'shamiz, ustun qo'shamiz. Hozir hop, sleva deb qo'shamiz da bu yerga tartib raqam degan bitta maydon qo'shib qo'yamiz. Bu shu maydonni kalt maydon qilamiz. Tartib raqam. Hop, shu kalt maydon qilib qo'yamiz keyin. Hop, kema qilib qo'yamiz, kalt maydon qilamiz buni. Hop, endi mana bu ismi sharifi bu yerda kerak emas. Nima desanglar, ismi sharifni o'chirib tashlayman. Sababi mana ismi sharifni biz bu yerdan olaveramiz. Mana ID'si bo'yicha ismi sharifni mana shu yerdan olaveramiz. Shuning uchun mana bu ID raqamini ko'rsatsak, mana bizga ismi sharifi bemalol kelib chiqaveradi. Mana bu yerda ismi sharifni qo'ymaymiz. Mana ID bo'yicha olaveramiz mana. Bu ID bilan mana bu ID bir-biriga mos keladi mana. Mana shu yerdan olaveramiz ismi sharifni. Qachon kerak bo'lib qolsa. Bo'lmasa bizga bu asosan so'rovlarda hisob kerak bo'lib qoladi hamda hisobotlarda kerak bo'lib qoladi. Hop, endi hop, bundan keyin mana bu yerda xatolik bo'lgan. Mana 3 ta bundan ham olib tashlaymiz. Sababi bu kitoblarni biz inventар raqamga bog'lay olmay qolar ekanmiz. Ya'ni bu jadval bilan inventар raqamni birga ko'p qilib bog'lay olmaymiz, ko'pga bir bog'lay olmaymiz ekan. Bu qaram jadval bo'lganligi uchun. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bularni o'rniga o'chirib tashlab turib,
o'chirib tashlaymizda, udalik strike deymizda, stavsiya deymizda, mana bu yerga ID raqamidan oldinga bitta ustun qo'shib, mana bu yerga inventar raqamni yozib qo'yamiz. Inventar raqam. Bu qaysi kitobga yozilsa, shu kitobning inventar raqamini shu yerga yozib qo'yamiz. Inventar raqam shu yerda bo'ladi. Tak. Tushunarliga qaysidan qo'yganmiz, shu inventar raqamni shu yerga yozib qo'yamiz. Inventar raqam. Xo'p, endi bu yerda boshqa xato qolmadi. Qarzdorlik turaveradi. Endi bunda. Bu yerda ham xuddi shunday qilamiz. Bitta nima qo'shamiz? Hop, ustun qo'shamizda tartib raqamini yozamiz. Masalan, yozamiz. Tartib raqami o'tgan. Bir xil bo'laveradi, ijtimoiy qilmaydi. Tartib raqami. Mabodo sizlar 2 xil qo'ygan bo'lsangiz, shuni bir xil qo'ya qolasizlar. Tartib raqami bo'ldi. ID raqam. Bu yerdan ismi shart olib tashlaymiz. Qachon kerak bo'lsa, o'sha paytda buni kitobxonlar jadvalini olamiz. Stavsiya deymiz. Xo'p, inventar raqam bu yerda qoladi. Mana inventar raqam bor. O'sha qaysi kitob qaytarilgan inventar raqami qoladi. Xo'p, qaytarilgan sana qoladi. Muddat o'tgani jarimalari qoladi. Mana bunday jadval yaratamiz endi o'rtoqlar. Xo'p, ana endi mana shu ishlarni biz aksesda bajarishimiz kerak. Aksesda bajarishimiz uchun demak aksesni ochib olamiz, jadvalimizni ochib olamiz. Mana jadvallarimizni ochib olamiz. Ochganimizda bizga mana bunday ko'rinishda ochiladi. Hop, birinchi kitob fondida xato yo'q dedik. Bunga tegmaymiz. Hop, kitobxonlarni ochamiz. O'ng tomon bosamiz, konstruksiya orqali ochamiz. Xo'p, mana bu yerga kitobxonlarda ismi sharifini o'rniga 3 ta ustun qator qo'shishimiz kerak. Belgilaymiz, qaranglar. Belgilash qanday bo'lyapti? Qaranglar. Mana belgilash. Bunday qora strika chiqqanda bossak belgilanadi. Stavить strike etsak, shuni ust qismiga qo'shadi. Ikkita qo'shib oldikmi? Birinchisiga familiya deb yozasizlar. Familiya. Hop, tekst bo'ladi. 25 ta yetadi familiyaga. Ismi deysizlar. Ismi deysizlar. Bunga 15 ta yetadi. 15 ta qilib qo'yasizlar. Xo'p, undan keyin mana ismi sharifini otasining ismiga o'zgartirib qo'yasiz. Otasining ismi deb qo'yasizlar. Ismi korotkий tekst bunga 25 ta yetadi. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda boshqa xato yo'q. Bo'ldi, buni saqlanib qo'yamiz. Buni yopamiz bu yerdan. Yopdik. Endi kitob berish jadvalini ochamiz. Konstruktor orqali ochamiz. Bu yerga bitta ustun qo'shamiz. Belgilab turib, stavить strike desam qo'shiladi. Bu yerga hop tartib raqamini yozamiz. Tartib raqami deymiz. Xo'p, buni endi счетчик deb qo'yamiz. O'zi avtomatik berib ketadi, bo'ldi. Xo'p, boshqa joyga tegmaymiz. Mana bu ismi sharifini o'chirib olamiz. O'chirishni mana belgilaymiz. Udalik strike degani bor. Udalik strike bosamiz, o'chib ketadi. Xo'p, endi mana bu yerga, shu yerga bitta qo'shamiz. Strike deymizda mana bu yerga endi inventar raqam deb qo'shib qo'yamiz. Inventar raqam deb qo'yamiz. Bu kitobxon olayotgan kitobning inventar raqami, buni числовой deymiz. Xo'p, bo'ldi, boshqa tegmaymiz. Mana bu 3 tani belgilab turib, udalik strike deymiz. Mana shunday qolishi kerak. Tartib raqami bor, ID'si bor, inventar raqami bor. Olayotgan kitob berilgan sana, qaytarish sanasi deb qo'yamiz. Bo'ldi. Agar qarzdorlik o'tsa, qarzdorligi deb qo'yamiz. Bo'ldi. Endi keyingi o'tgan safar ulgurmagan, ba'zilar o'zi qilgan, ba'zilar ulgurmagan jadvalni qilamiz. Ya'ni kitobni qaytarib olish jadvali. Mana bu jadvalni qilamiz birgalikda. Hozir men bu yoqqa ochib qo'yay yoniga. Mana kitobni qaytarish jadvali. Masalan, kattalashtirib qo'yaman. Kitob qaytarish jadvali ekan. Demak, nima qilamiz buning uchun? Sozdaniyaga kiramiz. Xo'p, konstrukt tablitsiyaga bosamiz.
Ochiladi. Birinchi mana bu maydonni yozamiz. Lekin tartib raqam ekan. Tartib raqami. Tartib raqami deymiz. Счетчик deymiz buni. Счетчик deymiz. Ключевой polye deb qo'yamiz mana. Xo'p, bundan keyin ID raqami deymiz. ID raqami deymiz ekan. Bu endi ID raqami bu yoqda счетчик bo'lgani uchun числовой deb qo'yamiz bu yerda. Числовой deymiz. Xo'p, undan keyin inventar raqam deymiz. Inventar raqam. Inventar raqam deymiz. Bu ham счетчик bo'lganda, hop, kitob fondida bu yerda числовой deb qo'yamiz. Undan keyin qaytarilgan sana deymiz. Qaytarilgan sana deb qo'yamiz. Sana deymiz. Buni endi data время deymiz. Hop, mana bu yerda краткий format data deganni tanlab qo'yamiz mana. Tanlab qo'yamiz. Bo'ldi. Undan keyin o muddat o'tganligi deymiz. Bu yerga endi muddat tekst deb qo'yaman. 20 tacha tekst qo'yib qo'yaman. Qancha muddat o'tib ketgani, nima sababdan o'tib ketgani shu yerga yozib qo'ysak bo'laveradi. Xo'p, undan keyin jarima deb qo'yamiz. Jarimaga ham deymiz. Bunga ham bir 20 ta tekst qo'yib qo'yaman. Qanaqa jarima qo'yilayotgan bo'lsa, shu yerda jarimaga tortilganini yozib qo'yasizmi yoki bo'lmasa shunaqangi. Tak. Endi bo'ldi. Mana shu bilan bo'ldik. Buni endi yopamiz. Saqlayib qilamiz. Saqlayib qo'yayotganda so'raydi. Jadval nomini biz kitob qaytarish deb beramiz. Kitobni qaytarish deb yozamiz. OK tugmasini bosamiz. Bo'ldi, bularni yopamiz. Mana xatolarimizni tuzatib bo'ldik. Ana endi o'rtoqlar forma tayyorlashga kiramiz. Birinchi kitob fonda mana bu topshirig'imizga qaytamiz. Mana fondga kitob kiritish ekrani degan forma tayyorlashimiz kerak ekan. Mana. Demak, buning uchun sozdaniyaga kiramiz. Sozdaniyadan form deganiga kiramiz. Formadan master form degani bo'ladi. Shuni tanlaysizlar. Master formga kiramiz. Deganimizki mana qavasilar